Men Saytabad muhit ijtimoiy xodimi Turdimat va Shahnozaxon bo'laman. Ertalab soat 8 da ish vaqtim boshlanadi. Ishxonaga kelib, birinchi o'rinda kunlik ish rejalarimni tashkillashtiraman. Xonada bajariladigan ishlarimni tinchitib olib, shundan so'ng mahallaga yo'l olaman. Fuqarolar bilan gaplashamiz, ularda dardu tashvishlarini o'rganamiz, ularga qanaqa yordamlar kerakligi, hozirda holati qanaqa ekanligi, shuningdek ularga masalan davlatimiz tomonidan beriladigan imtiyozlar, imkoniyatlar to'g'risida xabardorligini oshirib boraman. Hududimdagi yolg'iz yashovchi keksalarni holidan xabar olaman, nogironligi bor shaxslar bilan ishlayman, ularga ijtimoiy xizmat, ularga berilgan imtiyozlardan foydalanishiga ko'maklashaman. Ko'pchilik uchun yangi soha bo'lishi mumkin, lekin biz ushbu sohada shu aholiga ijtimoiy sohani xabardorligini, ijtimoiy sohadan qanday yordamlar bo'lishini anglatdik. O'z kasbimdan faxrlanaman. Davlatimiz bildirayotgan ishonchni oqlayotganligimizdan, ijtimoiy himoya sohasini eng quyi pog'ona mahalla darajasiga olib tushib, mahallada ijtimoiy himoya sohasini borligini anglatayotganligimizdan faxrlanaman.